Assalomu alaykum, hurmatli YouTube'imda muxlislari, bobo dehqonlar, tengdoshlarim. Yana sizlar bilan diydorlashib turganimdan g'oyat xursandman. Sog'likda, omonlikda ko'rishyapmiz. Bundan bag'ida ham xuddi shunday bo'laverdik. Mana Xudo xolasa mingtaga yaqinlashyapmiz. Hammalaring kommentariya, like-paylarni bosyapsizlar. Men aytdim, bizniki dehqonchilik. Hamma narsa gap ham, so'z ham, layiklarimiz ham dehqonchilik bo'laveradi. Dehqonlikka o'zi Xudoning o'zi barakasini beraveradi o'rtoqlar. Shuning uchun qizg'anmasdan o'zlaring bilasizlar nima qilishlaringni. O'tgan safar aytgandim, mana shu shot haqida bir sir bor. Shuni nima qilaman aytaman, faqat mendan bilsalaring kerak deyman. Bo'lmasam ketdik. Mana o'rtoqlar, shot tutdim. Mana. Mana shular shot tut bo'ladi. Buni endi saqlanish siri mana muzi ham turibdi. Morozinlikda saqlanadi o'rtoqlar. Tosh vaqtgacha mana muzi ham turibdi. Morozinlikda, to'lka morozinlikka solib qo'yasiz. Xolodilnikka emas, morozinlikda tursa, xuddi mana nima uzib olgandek mana bitta mana gullar turibdi, mana bu yerda biznikida mana o'zi turibdi mana. Bu endi o'rtoqlar, yoshimiz 55 dan o'tgandan keyin qon suyulish boshlanadi. Kim любой odamga iloji yo'q, shu narsa bo'ladi. Shuning uchun bu narsani har kuni mana shu 3 donadan ko'p ham bo'lmaydi. Birday olib turar ekan. Men buni mana 5-6 yildan beri sinab ko'rganman. Bu sirni bobomdan nima o'rgangandim. Turar bobom bu paytda xaradindek yo'q edi, lekin qovoq bo'lardi. Qovoq deymiz, bu shunga solib saqlardi. Hayron qolardim o'shanda. Bu qanday saqlanar ekan deya. Mana endi Xudoga shukrki, morozinliklar bo'lib qolib, mana shunaqa bo'yapti. Bu qon bosimini birday olib turadi. Oshirmaydi ham, kamaytirmaydi ham. Yoshi bizdaqalarga, avvaliga boshqalarga tavsiya qilmayman buni o'rtoqlar. Bu yog'i 60 dan keyin 55 dan o'tganlarga xolos bu. Keyin buni yoshlarga, bolalarga nimasi bor? Uni mana bular pishgandan keyin, xudo xolasa 1 oydan keyin zo'r narsasi bor, uni ham aytaman. Yosh bolalarga to'lka keyin 2 oydan keyin xudo xolasa. Shundan o'rtoqlar, xayrlashib qo'yaveramiz. Bitta sirni zo'r narsasi shu. Xayrlashamiz. Xohlaganlar like bosin, xohlamaganlar shunday ko'raversin. Bizniki dehqonchilik, chilik, dehqonchilik. Salomat bo'linglar.